Hayotda hamma narsa oddiy emas. Bu ha yoki yo'q ham emas. Ba'zida uchinchi yo'l ham bor. Pythonda ham xuddi shunday. Agar siz if operatorlari bilan ishlayotgan bo'lsangiz, значит siz hali boshlovchisiz. Bugun Pythonda yangi levelga olib chiqamiz. Harakat. Assalomu alaykum do'stlar. Python 0 dan kursimizning 7-darsiga xush kelibsiz. Bugun biz oddiy kod yozmaymiz. Bugun Pythonda o'ylab kod yozishni o'rganamiz. Xo'p. Va bu elif orqali bo'ladi. Xo'p. Endi sizlarga elifni tushuntiraman. Bu oddiy operator emas, bu tanlov. Python endi bitta emas, bir nechta variantlarni tekshiradi va to'g'ri qarorni tanlaydi. Xo'p. Keling, buni oddiy misolda sizga tushuntirib beraman. Bu yoshda 18 ga tengimiz. Masalan 18. Va if operatori bilan yosh agar 18 dan kichkina bo'lsa, print bilan siz hali yoshsiz deymiz. Va elif orqali yosh agar 18 ga teng bo'lsa, siz aynan 18 yoshdasiz deymiz. Va else orqali siz hozir bu yerda agar yosh 18 dan kichkina bo'lsa, siz hali yoshsiz deb javob qaytaradi. Agar 18 yoshga teng bo'lsa, siz aynan 18 yoshdasiz deydi. Agar else bu orqali yosh katta bo'lsa, 18 yoshdan siz katta yoshdasiz deb javob qaytaradi. Bizlarga kerak emas 18 yoshdan katta bo'lsa deb yozishimiz. Qolganini hammasini shu else operatori o'zi bajaradi. Muhim 18 yoshdan katta bo'lsa bo'ladi. Va buni biz sinaymiz. Mana. Siz aynan 18 yoshdasiz. Bu yerga input qo'shsak ham bo'ladi. Yoshimizni kiritamiz 11. Siz hali yoshsiz. 18. Siz aynan 18 yoshdasiz. Va yoshingizni kiriting. Ya'ni masalan 21 yosh bo'lsak, siz katta yoshdasiz. Ko'rib turganingizdek, mana. Python bu yerda 3 ta variantni tekshiradi. Agar 18 dan kichik, agar aynan 18 yoki undan katta. Endi real hayotda tasavvur qilamiz. Real hayotda ball bilan o'qishga kirish ballari masalan. Ball bu yerga int qo'yamiz. Bu yerga nega int qo'yayotganimni kommentlarda yozib olishingizni kutaman. Olaymiz.
yozib yurishimiz shart emas. Chunki deb ko'ramiz. Agar bu yerda Python sizning balingizga qarab baho beradi. Bu real dasturlarda juda ko'p ishlatiladi. Masalan, sizlarga hozir buni ekranda ko'rsatib beraman. Terminalda kattaroq qilaman. Balingizni kiritib, masalan, 50 S 33 ay sorry 33 yiqildingiz. Hop, endi buni kodda sizga tushuntiraman. Men bu yerda agar balim 90 yoki 90 dan baland, 90 ga teng bo'lsa, A javob chiqaradi. Bu yerda esa 70 ga, 50 ga va oxirida esa 50 dan past bo'lsa, yiqildingiz degan javobni beradi. Endi kichkina challenge o'tkazamiz sizlar bilan. Python bu yerda 3 xil holatni tekshiradi: musbat, manfiy yoki 0. Xo'p, bugun siz Pythonni yanada aqlli qildingiz. Endi bu faqat bitta emas, bir nechta qaror qabul qila oladi.
Keyingi darsda biz and va orni o'rganamiz. Bu esa haqiqiy logikaga boshlanishi. Agar video foydali bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi darsda ko'rishamiz.